لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمد لله الذي أنزل القرآن مبشرا ونذيرا وأرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم سراجا منيرا وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في قرآن العزيز: أستعيذ بالله بسم الله وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. Allah Subhanahu ve Taala Mülk suresi yaki Tabarek suresinin 13. ayetinde mundaqdır. Sizler sözünlerini yuşurun, məxfi qılınlar. Yaki sözünlerini aşkara, kişiler bayada aşkara qılınlar. Hakikaten Allah Subhanahu ve Taala köngüller igisi bilen birge hemra bulup ularının nimini oylagan, nimini demekçi boğan, nimini digenlikini bilip durudu. Ala ya'lemu men halak ve huvel latiful habir. 14. ayet. Allah Subhanahu ve Taala yaratkan mahlukatlarının, yaratkan kişilerinin nimini oylap, nimini digenlikini bilmemdi. Yeni bir manası yaratkan kişi boğan Allah mahlukatlarının sözlügen aşkarı yuşurun sözünü bilmemdi. Belki bilir. O Allah en nazuk, en sır, en küçük işlerini bilip durguç, hemme işga haberdar bolguç zattır. Demek Allah Subhanahu ve Taala aldıda senin məxfi köngülünge yuşurgan sırrını aşkarı bulup kalıdı. Hem şundakla senin məxfi deyişken gep sözlerini Allah aldıda aşkarı bulup kalıdı. Allah Subhanahu ve Taala kişiler aldıda meydallarda adamlarının köp joğlaşka yeride nurgun insanlarının deyişken planlaşkan kılıvatkan her kandak işlenimi hem Allah Subhanahu ve Taala bilip durdu. Allah Subhanahu ve Taala'dan hiç kandak bir iş yuşurun məxfi kalmaydı. Allah Subhanahu ve Taala kayardı bolsan sen sezmestin Allah Subhanahu ve Taala senin nimi tefekkür kılıvatkanlığını, nimi niyet kılganlığını, nimi gepni kılganlığını, nimi işni kılmakçı bolgan ve kılvatkanlığını bilip durdu. Çünkü Allah Subhanahu ve Taala en məxfi, en sır bolgan işlerini bilip durguçu. İnsanlar cemiyetinde bazı insanlar sana billah hemra bulup mu onun tefekkürünün ığırlığı yaki o kaşaklıkıdın senin digen gepini yaki sen nemiş kılmakçı boğanlığını düşünenmey karadıgan insanlar buludu. Onun an seviyesi düşüncesinin addilikidin yaki senin sözünü düşünenmey ya senin tefekkürünü sen bilen billah hamra bulup mu senin kılgan işini ukalmay karadı. Lekin Allah Subhanahu ve Taala naiti nazuk
inchik ishlarni bilib turg'uchiki, hozirgi zamondagi har qanday bir kishilarning qilayotgan ishini tatib turadigan, kameralarga olib turadigan har qanday kamera, har qanday bir uskunlar uni bilishga qurbit yetmaydigan har qanday nozik sirlarni Allah subhanahu va taala bilib turdi. Bir inson uyimning atrofida yoki mening uyimning ishida yoki men turayotgan o'rinda meni nazorat qiladigan davlatning men qo'ygan kamerasi bor desa, qanchalik uningdan ehtiyot qilib ketadi? Agar shu davlat u qilgan ishlarining yaxshiga mukofot beradigan, agar yomon ish qilib qolsa jazolaydigan ashundoq kuchi bor davlat bo'lsa, qanchalik qo'yib ketadi? Qanchalik ehtiyot qilib ketadi? Allah subhanahu va taala kuch qudratlik, aziz, jabbar bo'lgan har qanday bir insondan intiqom ola oladigan, har qanday bir o'zining rahmatini, o'zining shafqatini izlagan ixlosmand qullarga, Allohdan qo'rqqan ixlosmand qullarga rahmatini beradigan, mukofot beradigan shundoq ulug' Allah kech kunduz uningga uning sirlarini mayli kishilar yo'q yerda bo'lsin, uning oshkor ishlarini mayli kishilar boyada bo'lsin, har birini bilib turdi degan mushundoq amaliyat Allah Qur'onda ham xabar bergan, ham shundoqla amaliyatda shundoq Allah bilib turadigan turganligini bilib turib, qandaqmi bir inson, qandaqmi bir musulmon Allah rozi bo'ladigan ishlarga, Allah cheklagan ishlardan yenib qaytib kelolmay turalisin. Chunki shu oyatda Allah subhanahu va taala bizotisidir dedi. Ya'ni Allah ko'ngillar egisiga hamroh bo'lib bilib turdi. Ko'ngillar egisining nimani tafakkur qilganligini bilib turdi dedi. Yuraklardagi, qildan tomoqlardagi qonning aylanganligini Allah subhanahu va taala biladiganligini mush oyatda bizga bildirdi. Undaq bo'lgan ekan, biz yuragimizda bir ishni o'ylashdan burun, o'ylashni bergan Allah bizning nimani o'ylaydiganligimizni, nima niyat qilganligimizni, nima yomonlikqa yuzlanganlik yoki yaxshilikni qilishga yuzlanganlik yoki qandaq bir yomon so'zni, yomon ishni maxfiy qilishga tutishganlik yoki qandaq bir yaxshi ishni maxfiy qilishga tutishganlik, hamma ishni Allah subhanahu va taala bilib turdi. Bilib turganlikning amaliyati qildan tomoqlarimizda qon Allah bilmasa aylanmaydi, darhol bizdan hayotlik yo'qolib ketadi. Shuna qildan tomoqlardagi qonlarni Allah mangdurg'achqa, shu qildan tomoqdagi qonga Allah hayotlik bergachga, shu qildan tomoqlarimizmi so'qiyotdi. Mana shuning o'zi Allohning bizning qildan tomoqlarimizdagi har bir tafakkurni, har bir harakatni bilib turadiganligini uqtirdik qardoshlarimiz. Chunki Allah subhanahu va taala bu oyatning oxirisida shundoq bir ajoyib xotim bilan tugatdiki, ala ya'lamu man xalaq va huval latiful xabir. O'zi yaratgan maxluqot, o'zi yaratgan kishilarni bilmamdi. O Allah eng nozik ishlarni bilib, hamma ishdan xabardor bo'lib turadigan tursa, deb Allah subhanahu va taala bizga ajoyib bir sababiyat qonunini bizga deb berdiki, bir aeroplan yasagan kishi yoki bir bino salgan kishi yoki har qanday bir texniklik bir mahsulotni yasagan kishi, u yasalgan narsaning qandaq qilsa ishitilganligini, qandaq uni qo'rashtirganligini, uning qandaq xususiyatlari borligini uni shu yasagan kishi biladi.
insanın ve bütün mahlukatının her bir sizimlerini Allah Teala'nın bildiğanlığı bunun netçe hesse yukarı bulup bunu mesel kılgılı insanların öcesiğen nesini bilişini bununla mesel kılgılı boğmaydıgan deydi bosu mu? Bu bizi kartta bir ağırlandırış ki Allah insanını hayatlıktaki her bir şeyini ve insanın hayatlıktaki her bir şeyinin kurulma ve onun lazimetlik varlık hücrelerini Allah yaratkaçka Allah öz yaratkan şu nesini bilip durdu. Undaq boğan iken bizning mahbi sözlerimiz ve aşkarı sözlerimiz ne? Tükkül halkara cemiyetinin ve dünya insanlarının mahbi kılışkan, mahbi açkan yığınlarını, aşkarı açkan yığınlarını İslam din ve hak karşı kılıvatkan varlık suikastlerini ve her kandak bir insanın hak karşı tangan ve yamanlık kılgan ve yaman kılıvatkan iş hareketlerinin hemmisini Allah bilip durdu. Şunun için bu ayetler bizni tefekkür kılış, analiz kılış arkalık Allah Subhanahu ve Teala tarafıga en tiz kaytıp kelişimizge Allah Subhanahu ve Teala'nın nazaretini kabul kılıp özümüzninki aklida, fikrida, hayatıda sağlam boğan Allah'a hakiki ihlas mellik veren işindiğen sap imanını turuluşka muş ayet bizni alahide ağırlandırdı. Çünkü her bir şey idi ki planlık yaratılışının hemmesi ulu Allah Subhanahu ve Teala'nın yaratıp perviş kılıvatkanlıkını ulu Allah Subhanahu ve Teala'nın her bir şeyini bilip turduğanlıkını uqturdu. Allah Subhanahu ve Teala yana mundaq dedi. Huvellezî ceale lekumul arda dalûlen femşû fî menâkibiha ve kulû min rizqihi ve ileyhin nuşûr. Mülk suresi 15. ayet. Allah Subhanahu ve Teala sizler üçün ziminni minişka asan turmuş keçirişke kolay kılıp sizlerge xuddi sizler paydalanatkan katnaş kuralları boğan unaqla sizlerge boysunup sizlerge nagi baydisanlı şüyage minip özünün hacminin çoğunluq olan meyli tögü bolsun yoki her kanda bir katnaş kuralı hesaplangan aynı zamandaki ulaqlar bolsun şu ulaqlar sizlerge boysundurulup kündürülüp Allah Subhanahu ve Teala tarafından sizlerge yaratılıp bergendek Allah sizlerge bu zaminni boysunguçu kündürülgen kılıp yaratıp berdi. Xuddi Allah sizlerge boysundurup yaratıp bergen tögünün minişidin payını sizler, onun sütleriden içsizler, onun terilerden çapan kiysiler, onu hem töpsüde olturuş arkalık paydalanasılar ve seferde işitisiler. Şunun okşaş bu yer üstüde halaganca öy imaretlerini sarısılar. Onun işideki altın, nipet, kümüç, her türlük hazır zamanda meydan kılırken ve aşkarı boğan netçimin xil yeni yer baylıklarından paydalanısılar. Xuddi tögülerinin, kallarının sütürüdün işken okşaş, onundan çıkan hem rızıklardan buğday konak, yemek içmek her birisinden paylanıdığan ve onun üstü de size rahat turmuş köçürüdüğün şundaq sizlerge boysundurulan ziminni Allah sizlerge yaratып berdi. Demek biz mana muşu ziminden yaratılıp muşu
zimindan chiqqan Allah bizga chiqarib bergan rizqdan foydalanib, mushu zimin ustida yashagan ekanmiz. Bu ziminning haqqi, bu ziminninki bizning ustimizdagi bo'lgan barliq ziminninki Allah zimin orqali bizga bergan ne'matiga Allohga shukr aytib, mushu ziminda Allah buyurgan ishlarni qilsak, to'sqan ishlarni yansak, Allohga sajda qilsak, Allah qulchilik qilsak, Allah rozi bo'lgan yaxshi ishlar bilan islom din va uning prinsiplariga amal qilsak, ondan bu ziminning bizga Allah tarafidan yaratilib bergan, mushu Allah bizga bergan, kundirilgan va bizga qulay yaratib bergan musliminga shukr aytgan bo'lamiz. Chunki bu zimin bizga yavaş turgan vaqtida uloqqa o'xshash bo'lgani bilan agar Allohning g'azabi kelsa, mush oyatning keyinidagi oyatda olgandek sizlarni yer yutqizib etishdan Allah Taoladan, osmondagi zot Allah Taoladan xotirjam bo'la olamsizlar deb Allohning bizga nazorat qilib turganligini, ham bu ziminni Allah bizga bikoga bergan emas, bu zimindagi rahat turmushga, ne'matga biz shukr aytmasak, bu ziminni birdamdala xuddi tag'il ko'ndirilmagan hayvon ustidikini astin qilam busurib halok qilgandek insonlarni yutib birdamdala biz uchun rahat ne'mat bo'lgan yer, biz uchun baloyi ofat, halokat, yer yutish, xofliq bo'la oladigan mana shundoq Alloh taolaning bizga ham tuysak rahmati, tuymasak oxiri azob bo'lgan mana shundoq bir Allah bizni sinah uchun bergan bir ne'mat ekanligini Allah subhanahu va taala bizga bu oyatda bayon qildi. Bunun için deyki Allah subhanahu va taala famshu fi manakibiha ve kulu min rizqihi ve ileyhin nushur. Sizlar o ziminning o'shinlarida mingla va ziminning rizqidan yangla, hammanglar Allah subhanahu va taala tarafiga mushu Allah bergan barliq ne'mat va rizqlardan hisob berish uchun Allohning oldiga hisob berishga to'plansizlar deb Allah subhanahu va taala shunday dedi. Demak, bu biz ustida yashayotgan zimin shuncha cho'g'liq bilan, shuncha kangri qurg'uliq bilan bizga doim qandoq bino solsak, qandoq tiralg'a tirisak, qandoq yerga biz safar qilib borsak, boradigan darajada shundoq qulay Alloh tarafidan bizga yaratilib bergan. Agar bu zimin osmondagi muallaq aylanishida hozirqidan tiz aylanib qolsa, yoki hozirqidan ozroq aylanib qolsa, yo kecha uzunroq bo'lib kunduz qisqaroq bo'lsa, yo kech kunduz uzun qisqa bo'lishi mana shundoq yoz, qish degandek fasllarning kelishiga sabab bo'lib, yer yemishlarimizning pishishiga yaxshi sharoit yog'dirilmay doim qish bo'lib qolsa yoki doim yoz bo'lib qolsa, ana shundoq har turlik hozirgi sog'lom ayrilish orbitidan chiqib qolsa, bizning yer sharidagi hayotligimiz buziladi. Biz yer sharida yaxshi hayot bilan hayot kechirolmaymiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bizga bu yer sharini o'z orbitasida o'lchamlik Allohning qonuni bilan aylangan qilib yaratib berdi. Agar yer shari mustahkam turmay, tavrab, titrab turadigan yoki yer sharidagi biz nafaslanayotgan oksigen, saf havo, sog'lom saf havo bo'lmay, yer sharida har turli bizga ziyonliq, zaharlik havoli bo'ladigan, yer shari bo'g'ilib ketadigan shunday ahvollar bo'ladigan bo'lsa, bu yer sharida bizning turmush kechirishimiz qimatas. Biz hattoki bu yer sharida turmush kechirishga u vaqtning yer sharidagi qonuniyatning buzilgan vaqtida turmush kechirishga biz qodir bo'lmaymiz. Allah subhanahu va taolo shuning uchun Qur'oni Karimdagi
Ellezi halaka fesavva. Sure Ala'nın 2. ayetinde o Allah her bir şeyini yarattı. O şeyini mükemmel yarattı. O şeyi insaniyetke pay yetkizdiğin ana aşındak mükemmel yarattı dedi. Demek Allah Subhanahu ve Teala bu zümünni bizge ana aşındak mükemmel öz orbitida joyida aylanadigan insaniyetke pay yetkizdiğin kılıp yaratıp verdiki eğer yer şarının muşu bizge hazırkı yaratılgan şekilden yer şara kattık hemmisi tağ yoki hemmisi ormanlık yoki hemmisi idirlik yoki hemmi taraf su yoki hemmi taraf inson yaşıgılıp bo'lmaydigan darajada bizga qolaysizlik bo'ladigan bir holatda bo'lgan bo'lsa-da inson yer sharida hargiz yashashga imkoniyat kuchga ega bo'lolmagan bo'ladi. Şuna Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de vel arda vada'aha lil anam. Allah Subhanahu ve Teala zeminni halayık üçün yaratıp verdi. Zeminni halayık üçün hakiki hayatlık yaşaydıgan orun kılıp belgilep verdi dep Sürahman'ın 10. ayetinde şundak dedi ki demek bu yer şarida zeminnin dengizlerinden her türlü balıklarını tutup yeyimiz. Kuruluktan her türlü hayvanatlarını tutup yeyimiz. Ve dengizdeki sularını Allah Subhanahu ve Teala asmanga çıkıp parga aylandırıp onu asmanda pak su kılıp bulutlarga ve sular topluma aylandırıp her türlü kurvak çaylarga pak su kılıp bizge düşürüp berdi. Mana muşularning hammasi Allah Subhanahu ve Teala'nın ki bizge bergen nimeti ve bizi kılgan yaxşılığı. Mesela alaylık Allah Subhanahu ve Teala yer şara ve onun içindeki varlık her bir narsalarni bizge boysundurup bizning menfaatimiz için yaratıp berdi. Eğer mesela bir yav kala eğer sarang bo'lib qolsa bu kala darhol o'ltirib o'tilmasa har qanday bir insonga ziyon soladi. Ammo bu sog'lom ko'ndirilsa bu kala orqali insoniyat yerlarini ag'diradi, uning suturidan foydalanadi, uningdan yaxshi turmush kechira oladi. Allah shu kalani biz uchun bo'ysungan hayvon qilmay, navoda yovvoyi hayvondek, yo'lbosdek, iqdek yaratib qo'ygan bo'lsa-da hatta ki en terakki kılgan, terakkiyat uçuk etken terakki kılgan devletlerimi o hayvanatını karakterini özgertip biz için ya ağdırıdığan, biz için minediğan, onun üstünden paylanıdığan hayvanga her güzünü özgertişke imkaniyeti bulmaydı. Çünkü hayatlıktaki her bir şeyini boysundurup bergen, zemin işideki her bir şeyini yaratıp insana boysundurup bergeni fakat Allah. Hem de muşu zemin işide insaniyet en şükür eytişki tegişlik Allah insana muş zeminde boysundurup bergen nimetlerden birisi su. Allah zemin işide insana nurgun sula ve nurgun su baylığını saklap bergen. Bu Allah saklap bergen su baylığını biz kuduklar arkalı kızıp işimiz. Onu insan kızıp sırtığı açıkkandan kin hatta nurgun şirketler köp su işlediğin şirketler bazı su ambarlarını yasap mesela su saklaydıgan bazı öylerini yasap şu sunu işi düştüğünü saklayan vakıda Allah yer asları da bizge şu sunu saklap bergendek saklayalmaydı. Hatta ki muşu sularını ayrış üçün ya ki deniz suylarını ayırıp işi düşün Allah bizge asmanga çıkıp
bulutlardan yağmur yağdırıp bizga suni, dengizning tuzli suyini pokiz qilib bizga yağdırıp bergandek yoki yer qatlamlari ostida Allah bizni saqlab bergan pokiz suni biz keyin quduqda tatib tok uskunlarni tatib uni ichgan vaqtimizda pokiz su bo'lgandek mana shundaq pok suni agar ayirib biz ishimiz da olsak hozirgi zamonda 1 litr suni ishimiz ba'zan chaqda 1 litr nefitning pulisidan qimmat to'xtaydi. Shu dengizdagi sularni ayirib ichish yoki har qanday bir ayrilmagan sularni ayirib ichishning taski. Demak, mana shu Allohning bizga suni pokiza saqlab berganligiga bizga lozimatlik organlarga yomg'irlarni havoda suv bulutlarini ushurtib apirib yağdırıp berganligiga Allah subhanahu wa ta'alaga ko'pdan ko'p hammasini aytish uchun Allah Ta'alaga haqiqiy qulchilik qilishimiz, Allohning bizni shunchalik rahmati va marhamati bilan kech kunduz tarbiyalab yetishtirayotganligimizni bilishimiz kerak. Shu Allah subhanahu wa ta'ala Qur'on Karimdagi astag'firullah va ma antum lahu bikhazinin. Sizlar o'sini o'zingni saqlab qilish emas. Ya'ni Musur Hujrat 22-oyatida Allah subhanahu wa ta'ala sizlar suni yer sharisini sizlar saqlagan emas, balki Allah sizlarga saqlab bergan dedi. Undaq bo'lgan ekan, Allah bizga saqlab bergan, bizga foydalanish qulay bo'lsin uchun oldimizga akab bergan yomg'irlarni yog'dirish orqali va biz qachon foydalansak shu vaqt darhol chiqirib buloq va har xil suv manbalaridan chiqirib foydalangan mushu suv ne'matiga shukr aytishimiz uchun biz Allah subhanahu va taolaga haqiqiy sog'lom islom dini bilan qulchilik qilsak, ondan Allah subhanahu va taolaga haqiqiy shukronasini qilgan bo'lamiz. Oxirida Allah subhanahu va taolo famshu fi manakibiha sizlar o'ziminning o'shinlari ustlari ziminning to'plarida mingla dedi. Bu ziminning ustlarida mingla degan buyruq bizga Allah subhanahu va taolo tarafidan kelgan ruxsat va qiziqtirish buyruqi bo'lib, biz zimin ustida minish orqali Allah subhanahu va taoloning va kulu min rizqihi Allah bergan rizqidan yangla degan mushu buyruqqa amal qilish. Ya'ni İmam G'azali deydi, zimin ustida sizlar o'zingizga cho'ng tatmaymanglar. Ya'ni sen dunyodan sening taqvodor bo'lishingga, Allah rizolik uchun yaxshi amallarni qilishingga yordam beradigan, yordam berishga yetarlik bo'ladigan uzuqni ol. Sen zimindan izlagan rizqlaringda, erishgan ne'matlaringda o'z oilang balavoqilingni halol bilan boqadigan, Allah qulchilik qiladigan rizqni olki, sen Allohga to'g'ri bo'ladigan, chekidin oshadigan ya chekidin ishqa sabab bo'ladigan harom rizqlarni olmag'in yoki Allah bergan rizq bilan chekidin ish yo'lga olmag'in. Sen dunyoda xuddi musofirdek yoki yo'ldan o'tgan yo'lovchidek yashaganki, Allah sana bergan turmush, sana bergan iqtisodni Allah yo'lida chiqim qilish musulmon ummatining, insoniyatning dunyo va oxirat baxsatiga erishishi, haq hidoyat yo'lida minishi va zulm qarshi turishi va ularningki baxtli turmush kechirish uchun sen Allah bergan Allah'ның ne'matini Allah yo'lida chiqim qilguvchi bo'lib, dunyoga cho'qqinguchi bo'lmay, balki dunyoni jannat kirishning bir vassi ulug' qilib yashag'uchi bo'lgin. Sen dunyoni eng cho'ng g'imin qilma va ilmingning asosliq mablag'i, asosliq yadrosi qilma. Balki
dunyoni qo'lingda qo'y, iymonni va haqiqiy to'g'ri bo'lgan hidoyat va to'g'ri bo'lgan aqlni qalbingda qo'y. Sening hayotligingni saf iymon va to'g'ri fikri boshqursin. Demak, mana shu so'zlar bilan Imom G'azzoliy rahimulloh alayh bizni mushu zimin ustida biz minish orqali bizningki hayotligimizda biz maqsad qilgan Alloh rizoligiga erishish uchun biz izlanmoqchi bo'lgan rizq va o rizqdan biz yetadigan g'oyani bizni ko'rsatdi qarindoshlarimiz. Ya'ni chekidni ishish, shahvoniyat, haromxo'rlikqa berilmay, Alloh bizga bergan hayotlikda haloldan kasb va rizq tayyorlab, shu orqali Alloh bergan halol kasb, halol rizqni oxirat uchun ishlatishga va halol yo'lga ishlatishga kurashimizga bizning taklif qilishimiz. Bu oyatdan ilinadigan yana bir ko'rsatma Alloh subhanahu va taolo ziminning o'shlarida mingla rizqidan yangla deganlikning o'zi mu'minlarni yuragida, chin qalbida Allah subhanahu va taologa haqiqiy isilib turib, Allah subhanahu va taoloning rizqidan izlanish orqali rizqning egasi Allah. Men bu dunyoda Allohning quli, har bir şeyi Allah'ның, Allah har qandaq bir narsaning egasi, har qandaq bir rizqning egasi. Allah berginni yelayman, bermaginni yemayman. Undaq bo'lgan ekan, men faqat rizqda kimga bog'lanaman? Allohga bog'lanaman. Men hayotdagi har bir şeyi Allohning deb Allohga haqiqiy shirk keltirmay rububiyatda iymon keltirish ne bu oyat bizni uyurdi. Chunki va kulu min rizqihi min rizqihining zimiri yana bir ma'noda Allohning rizqidan yangla degan ma'noni uqtirdi. Yana bir ma'nosi mu'minlar Allah bergan rizqdan yeyish uchun ziminning ustida kasbni qo'lga keltirishga, taraqqiyotni qo'lga keltirishga va shundaqla sabablarni ching tutish orqali kofirlar tortib olgan huquq, kofirlar tortib olgan tajovuz qilib tortib olgan zimin, kofirlar egallab olgan barliq musulmonlarning manfaatlarini qo'lga keltiringlar. Mush orqali mu'minlarning qo'li orqali Alloh taolo kofirlarni zalash va shundaqla mu'minlarni ham ustun qilish va mu'minlar ustunlik bo'lgan deydigan dunyodagi ziminning har qaysi joylarida musulmonlarga va insoniyatga foyda yetkazadigan har qandaq bir to'g'ri bo'lgan fan taraqqiyot va kasblarni egallashninki lozim ekanligi va har qandaq insoniyatga foyda yetkazadigan boylik texnikalarni zimin o'shlarida yurib etishning vacib ve muhim ekanligini bu oyat bizi uqtirdi qarindoslarimiz. Demek Allah subhanahu va taolo mana shu zimin ustida bizga yaratgan ne'matlarni to'liq qilib berishidan Allah bizni Allohning parvardigor ekanligini tunishimizga, Allah subhanahu va taoloning ne'matlarida o'ynish orqali Allah qarshi turish, tuzkurlik qilish, nonkurlik qilishni, Allohga tinishni, payg'ambarga tinishni, Allah chaqirgan islom dinga qarshi chiqishni tashlashga ham Allah chaqirdi. Allah subhanahu va taolo deydi: "Estağfirullah, kedalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun." Sura Nahl 81-oyatda shuningdek Allah o'z ne'matini sizlarga to'liq qilib berdi. Nimishqa sizlar Allah subhanahu va taologa haqiqiy rozimanliginglar bilan taslim bo'lib musulmon bo'lishinglar uchun Allah subhanahu va taologa Allah bergan ne'matga haqiqiy islom diniga qaytib shukr aytishinglar uchun deb Allah subhanahu va taolo shunday degan. Demak,
Allah subhanahu va taala bizni mana shu o'zining qudratlik ne'matlarini so'zlash orqali Allah subhanahu va taala bizni o'zining yolg'iz parvardigor ekanligiga va Alloh taolaga shukr aytib, Allah bizga tushirgan islom din prinsiplariga amal qilishimizga payg'ambar alayhisolatu vassalamni haqiqiy payg'ambar deb turib, har qanday dunyodagi hozirgi insonlar, zolimlar, ozg'unlar paydo qilib olgan barliq izitqo, ozg'un, yolg'on din va har qanday dinsizlik va yolg'on xato kufr e'tiqodlaridan islom din ramkasiga qaytib kelishimizga, har qanday bexutluq va g'aflatdan Alloh tarafiga qaytib kelishimizga Alloh subhanahu va taolo mushu oyatlar orqali, mushu ne'matlarni bayon qilish orqali bizni chaqirib Allohga haqiqiy qul bo'lishimizga da'vat qildi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bizni eng muhimi o'z rizqidan yangla deb rizqning egisi Allah ekanligini, Allohga, Allah bergan rizqqa alohida shukr aytishimiz lozimligini va shundaqla har qanday zolim kofirlar, tajovuzchilar va dunyodagi har qanday insonlar mu'minlarga, musulmonlarga, Allohning qullariga, insoniyatga Allohdan kiradigan rizqni ular cheklanmaydiganligi, ular Allah subhanahu va taolaning bergan rizqidan foydalanib insoniyatga zo'mizo xo'jayin bo'lib olganligi, ularning qilayotgan ishning zulm ekanligi, balki insoniyatdagi har bir turmush, har bir iqtisod, har bir hayotlik, har bir rizq xuddi Sharq Turkiston zimindagi musulmonlarga nisbatan Xitoy kommunistlaridan emas, balki Allohdan, Allah bergan rizqdan kelganligini mush oyat alayda uqtirdi. Shu Allah subhanahu va taolo dediki: "Alaysallahu bikafin abdahu" Sura Zumar 36-oyat. Allah o'z bandasiga rizq berishga yetarlik emasmi? O'z bandasiga ega bo'lishga yetarlik emasmi? Balki yetarlik. Yana Allah subhanahu va taolo Allohullazi xalaqakum thumma razaqakum Surrum 40-oyatda Allah subhanahu va taolo sizlarni yaratdi, ondan sizlarga Allah o'zi rizq berdi dedi. Demak, qarindoshlarimiz, bizning rizqimiz bizga berilgan barliq hozirgi dunyodagi har qaysi joylardagi yashayotgan barliq insonlarning qo'lidagi iqtisod hammasi Allohdan kelgan, Allohning rizqini tashlaymiz. Shunga har qanday bir jamiyat yashayotganlar o'zining shu ozg'un ularning qo'lida qolib qolgan davlat zolim past kofirlarga, Xitoy kommunistlariga o'xshash yoki har qanday mushrik kofirlarga mushular bizga ega bo'lgan, mushular bizning egimiz, mushular bizningki, har bir ishimizningki manbasi mushu, bizga rizqni mushular bergan deb ularga cho'qinish yoki ularga shu ular Allah bergan rizqni bo'lib olib insonlarga zulm, tajovuzchilik qilayotgan shu yomonlikqa ularga hamkorlashib, ularga shukronasi, ularga ma'qullikni bildirish, bu Allohga turg'izganlik qilganlik, haqiqiy tonish, haqiqiy ilm, tushuncha, iymonga ega mu'min degan o'zining haqiqiy rizq bergisi Allah qila shukr aytadi. Shu Allohga hech qanday bir yolg'on ilohlarni va yolg'on zolim kofirlarni, har qanday pir'ollarni shirk qilmay faqat Alloh qila bag'ladi deganlikka mana bu oyat bizni chaqirdi. Eng oxirisida Alloh subhanahu va taolo va ilayhin nushur, Allah subhanahu va taologa hammanglar to'planib borisizlarki, Allah sizlarga bergan rizq, ne'mat, sizlarga bergan har bir hayotlik, yer shari va sizlarga bergan har bir fursatda Allah subhanahu va taologa haqiqiy qulchilik qilib, haloldan rizq yeb, Alloh haqiqiy tashakkur aytib, Allah başlagan yolda payg'ambari Muhammad alayhisalom chaqirgan chaqiriqqa, islom dinininki yo'liriqqa ayishib yashig'ili unimisanlar,
men sizden hesap alaman, mening aldımgı hesap belgili qaytırıp kilisiler, eğer çakırıqımni kubul kılsanlar, mening cennetimge erişsiler. Diyenlikni ibaret, Allah Subhanahu ve Taala öz aldıdaki hisabattan her kandak bir insanı ağıhlandırdı. Şunun için her birisimiz Allah aldığa hesap bergili bardıqallıqımızı kiç gündüz esimizden çıqamaslıqımız, derhal özümüzden hesap edip Allah aldıda ya qarab Allah alıdığan hesaptın ötenmeydiğen şu katlı gün kep boğuça bu dünyada özümüzü tüzeştirilişimiz, hak tarabi qaytib kelişimiz, her birisimizin özümüzü bilgenlikimiz, aklımızı işletkenlikimiz, Allah çakırgan vehiye hakiki kulak salganlıkımız. Hemimizin Allah kalbimizni, fikrimizni hakiki doğru yolga açıkışlarını kılgı nasip kılsın. Sağlam İslam tabiitige igi boğul nasip kılsın. Ve salli ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.